Assalomu alaykum azizlar. Kuninglar xayrli va barakatli boshlandimi? Inshaalloh sizlarga sog'lik salomatlik tilagan holda bugun 2025-yil 27-noyabr sanasi ikkinchi videorologimizni e'tiborlaringiz markaziga havola etmoqdamiz. Ekrandan uzoqlashmanglar. Biz chiqarayotgan lokatsiya Termiz markazidan, Termiz shahar markazidan bo'layapti. Hozir esa aytadigan bo'lsam, Termiz shahar soat chorrahada, Alisher Navoiy ko'chasi. Yani ham orientir eski Kalsovoyda yonida qad ko'targan Novostroyki 9 qavatlilardan 5-qavatda bo'lyapti. Yevro remont qilingan. Yevro remont qilingandan so'ng hali hech kim yashamagan, odam qadami ranjida qilinmagan sizlarga sotuvga chiqaryapmiz. Men turgan joy koridor, uzun, tashqi eshik, tashqi eshikdan kelgandan ko'rishingiz mumkin yorqin aboylar tashlangan va trenddagi o'sha aboylar. Tepalar natijniy patoloq qilingan. Kelaslar zotlikda sotiladi. Umumiy maydon 86 kvadrat urani tashkil etmoqda. Keling. Tashqi eshikdan to'g'riga keladigan bo'lsak, mehmonxona, chap qo'lga qayriladigan bo'lsak, mana bu yerda detskiy va kuxnya eng asosiy sanasi alohida ketdik. Katta mehmonxonadan tanishtiramiz. Keling, operator. Ko'ringlar, mana remontda cho'tki qilib qo'yishdi, inshaalloh. Kim oladigan bo'lsa nasib qilsin. Avvalo Allohdan so'raylar, niyatga bog'liq. Bu yerda esa balkonimiz joylashmoqda. Balkondan bir atmosferani tomosha qilishingiz mumkin. Bu tomonga o'tadigan bo'lsangiz, Alisher Navoiy ko'chasi Piyatiga qarab ketish, Termiz davlat universiteti yo'lning narigi tomonida ko'rib turibsizlar. 1 minutlik yo'l. Bu tomonga esa eski yubileyni Korzinka soat chorraha juda yaxshi markazdan, lokatsiyadan zo'r bo'lyapti. Niyat qilganda bitta like bosinglar, mana shunaqangi yuzlab yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Azizlar, 86 kvadratni tashkil etyapti. Narxini taxmin qilib turinglar, oxirigacha videorolikimizni tomosha qilinglar, narxini aytib o'taman. Bu esa natijniy patoloq hammasi laminat qovurg'alargacha qo'yilgan. Hozir esa ozgina kamchiligi qolgan, u ham bo'lsa gaz plita, kotyol qolgan va unitoz vannalar. Keling. Tashqi eshikdan kelib chap qo'lga qayrilsak, oshxona, detskiy. Ikkalasi bir joyda joylashyapti. Oshxona bilan tanishtiring. Oshxonamizni ko'rishingiz mumkin, yorqin aboylar bunda ham natijniy patoloq. Kelasizlar o'zlaring xohlagandek didlaringga moslab kotyollar qo'yib, mana bu yerga kuxni mebellar yasatib, o'zlaring xohlagandek remont qila olasizlar. Atak bu yog'i tayyor bo'lib turibdi. Boshida bu uyimiz korobka holatda olingan. Korobkada mana shu holga kelguncha bilasizlar, ancha mehnat talab etiladi. Va asosiysi mana eshiklarga alohida e'tibor beramiz. Bu ham qimmat eshiklar. Xo'p, keling, men detskiy xona bilan tanishtiring. 2 xonali dom 86 kvadratni tashkil etmoqda. Pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Bu esa spanli xonamiz. Natijniy patoloq, mana laminat. Eng asosiysi lokatsiya birinchi o'rinda nimaga olaman desanglar, endi esa keling. Sanuzel alohida dedik. Oxirigacha kafillab remont qilib qo'yishdi. Bu yerda esa bu dushovoy. Mana bu tomonga esa hojatxona. Ko'ringlar, maslahat qilinglar. Azizlar, umumiy maydon 86 kvadratni tashkil etayotgan uyimiz narxi 86 kvadrat tashkil etayotgan uyimiz narxi 600 so'm emas, 734 million so'm deb baholandi. Yevro remont bo'lgan. Kirib yashashga tayyor. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, olib beramiz 99 kodi bilan 676 0517. Azizlar, kimgadir qimmatlik qilar, albatta niyat qilaylik. Yaxshi fikrda bo'laylik. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Sizlarga sog' salomat tilaganda shu yerda videolarimiz tamom.